Assalomu alaykum. Men uchun juda ham qadrli bo'lgan mehribonim, suyangan tog'im, aziz akajonim. Bugungi tavallud kuningiz bilan, 52 bahoringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim biz jigarlaringiz baxtiga, barcha yaqinlaringiz baxtiga doim sog' bo'ling. Rizqingiz butun, umringiz uzun bo'lsin akajon. Nimaiki maqsad qilgan bo'lsangiz, barchasiga erishing. Farzandlaringizni huzur halovatini ko'ring. Umringiz uzoq bo'lsin. Biz doim duodamiz akajon. Sizni yaxshi ko'raman aka. Bilaman, ko'p aytolmaganman. Qilmagansiz har damda yakka. Shu mehrimga bergunimcha tan. Sizni yaxshi ko'raman aka. Siz bor boshim yuraman egmay. Ko'nglimizga topa olasiz joy. Uzoq umr yashang, g'am ko'rmay. Sizni yaxshi ko'raman aka. Otam kabi kuyunganimsiz. Akam bor deb suyunganimsiz. Balki qaddim tutmasdim sizsiz. Sizni yaxshi ko'raman aka. Ming jahlingiz chiqqanda hamki, ranjib sizdan qilmayman ta'na. Aytmaganman, bilmaysiz chunki, sizni yaxshi ko'raman aka. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizni yaxshi ko'ruvchi, sizni ardoqlab qadrlovchi singlingiz Feruza.